alaykum aziz do'stlar, aziz o'rtoqlar. Va nihoyat ancha vaqtlar o'tib sizlar bilan yana diydor ko'rishish nasib etib turibdi. Demak, bugun bir amallab vaqt topib muhim bir hayotimda orzularim ushalayotgan kunlarni bir syomkasini ulashishni niyat qildim. Xudo xohlasa ko'ramiz. Fikrlar, yaxshi niyatlar, yaxshi gaplar bo'lsa, kommentda kutib qolaman. Tabii ko'pchiligingizda savol tug'ilishi mumkin. Gap nima haqida ketyapti, nimani biz kuzatishimiz kerak degan fikrlar paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Aynan o'sha bundan yillar avval, ya'ni 2 yil avval boshlagan ishim, ya'ni uyimizda, o'zimning ota uyimda, onam, otam yashagan va biz tug'ilib o'sgan uyimizning yonida, hozir kichkina akam yashaydilar, o'shaning yonida bir joy bor edi. Dadajonim proyekt chizdirdilar. Lekin nasib qilmadi. O'shani qurish hayotlik davrlarida mana shunaqa qilib quramiz deb menga ko'rsatgan edilar va mana shu esimda qolgan mana shu proyekt va o'sha proyekt asosida men xohladim uyimizni o'sha yon tarafidagi joydan o'zi eski uyga qo'shilgan holatda bitta chiroyli uy qilishni va albatta akamdan ruxsat so'radim. Xo'p dedilar. Endi bizda shunaqa, u kichik o'g'ilga qoladi nimadir. Men onam uchun uy qilyapman. Uyda onam chiroyli bo'lib, chiroyli yashashlarini istayman. Va men ham borganimda, oilaviy borsam yoki o'zim borganimda ham o'sha onamni, o'sha ota uyimda bir chiroyli maskan bo'lishini istadim. Va mana shu niyatlar bilan o'tgan yili o'sha poydevorini qurishini 1 yil kutgan edik. O'tgan yili demak ustalarimiz devorni qad rostlashiga boshlashdi, tamal toshi qo'yildi va demak o'sha o'tgan yili 2021-yil 10-iyul kuni uyimizga ustalar ish boshlashgandi uyimizda va mana bugunga kelib juda ham yaxshi holga kelib qolgan uy. Hali to'liq tayyor emas, lekin shunga qaramasdan ko'pchilikning fikrlari, gaplariga ko'ra ularni sizlarga ham ulashishni istadim. O'ylaymanki, juda ham ko'pchilikni ko'zlari quvonadi, xursand bo'ladi, chunki farzandni onasi uchun qiladigan narsasi baribir bir odamlarda bir ishtiyoq, bir havas uyg'otsa kerak deb o'ylayman, chunki doim biz ota-onamizdan, yaqinlarimizdan yordam yoki nimadir kutib yoki olib yashaymiz-da. Shuning uchun men xohlardim biz ham ota-onamiz uchun nimadir qila olsak, baxtli yashash to'g'ri, hammaning qo'lidan kelishi mumkin, lekin kelmasligi ham mumkin, lekin ota-onangiz uchun ham siz ham nimadir qilish, nimadir qila olib berishni ko'rsatishingiz kerak, ularga kuchli ekanligingizni isbotlashingiz kerak deb o'ylayman. Va men mana shu orzularimdan biri amalga oshdi desam bo'ladi. Demak, o'tgan yili uyni boshlab qurgan bo'lsak, hozir tayyor holga kelgan va sizlarga endi hali yashashga, hali nima qilishga boya aytib o'tganimdek, biroz vaqtli, yana ishlari bor. Germaniyada student ekanligimni ham unutmanglar. Shuning uchun ozgina sekinlik bilan qilyapman. Xudo xohlasa videolarda ketma-ket qo'yib boraman. Juda ham hayajonli. Bugunga kelib ko'rsam o'sha holatlarni, o'shandagi his-tuyg'ular yana qayta jonlanadi-da. Sizlarga ham mana shunaqa tasvirlarni o'zingizlarning xohishingizga ko'ra ulashishni istadim. Demak, ketdik.
Podvalni ustini olla taxtalarini. Ana bu klenka qolib ketganda. Endi bu tur ekanlashtirish klenkasi. Endi qizcha mana podvallarni ham istashga qilsa kerak-da, menimcha endi. Mana bir bo'lagi. Mana ikkinchi. Mana bu podvalni ustami? Bana maşına bak. Dünyada bordur tuyg'u sog'inch degan davisi yo'q. Qachondir taqdir bo'lsa bizlar yana ko'rishamiz. Moshin kelmaydi baqqa. Shoqa bilan aniqdimi?
Yomg'irda qarang, yomg'irda. Mana amma ichi. Ichi amma. Hozir unisini ko'rsataman. Mana unisi ichi. Hozir nargisi. Ha, bo'ldi. Mana birinchisi. Mana men bekak bugün sisma qo'ydi, ana beton qo'ydi-da. Endi mana shu oldiga g'isht terish kerak ekan. Oldiga 2 qatormi terib keyin balor qo'yay ekan. Bu dushanba kuni keldi-da. Birinchi balorini oshiribdi-da, ana qilar taxlayamiz-da. Keyin yana 2 qator g'isht terar ekan ustidan. Bitirib bo'lgandan keyin 7 qator bo'lsa 7 qatoriz 2 4 6 7 yana shuncha g'isht terilar ekanda. Yog'och ustidan. Shuncha g'isht teriladi dedi. Manalar ham uni qilmaganda deyapti. Yaxshi qotib olsin, ustidan keyin teramiz. Agar og'ir narsa bo'lsa bosib ketadi. Mana hal tirab qo'yibdi, qarang. Masala olsa, keyin ishlayapti. Ana sementdan tepasiga mana g'isht aylantirib g'isht terib chiqdi. Ishlayapti ustalar, bu tarafga-da. Men tandirga non yopayotgandim. Bag'daman. Taraflar bitta, mana oyim uyi balor oshirishga tayyor bo'ldilar. Ustalar qilgan ishini ko'rsatdim-da sizga. Mana oyim xonasi bo'ldi, balor oshirishga tayyor. Mana uyda yonida tumba qo'ydi. Mana bo'ldi. Tumba maniga mindiradi. Chiqib tikib fiks bo'ladi shu bilan. Ana. Bor. Plastikga tashlaysanmi de? Saylam 100 ming bor. Do'stlar ateşe. Voy. Voy tupe, voy bu segi. Mana ne kadar? Mana kaç kadar bu? Ne kadar? Ne kadar çıkarıyor mu? Ne kadar? Ha, 8 kadar fix. Bak. Bak şimdi.
Bye.